Avvalambor assalomu alaykum. Men Shohrux Suyunov, rassomman. Oxirgi 6 oyda hayotimda juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Masalan, ulardan biri turkiyalik mashhur oshpaz Chizim Burak. O'zining Instagram sahifasida men uni chizgan portretimni boshqalarga ham ulashdi. Bu juda ham quvonarli holat bo'ldi. Va undan tashqari, mana oxirgi qilgan ijodimiz yurtdoshimiz Abduqodir Husanov Manchester City klubiga o'tdi va ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida men ularning 9 nafar futbolchisi va 1 nafar murabbiyni ikki qo'l va ikki oyoqda bir paytda o'zida portretlarini chizib Instagram sahifamga joyladim. 10 kundan keyin Manchester City klubining o'zlari shaxsiy Instagram akkauntlaridan menga yozishdi. O'z Instagram sahifasida bu videoni joylashdi va menga hamkorlik qilish taklifini bildirishdi. Xursand bo'ldim. Gotlandga chiqishimdan keyin ko'pchilik O'zbekistondagi insonlar tanisha boshladi. Ya'ni bu menga keyin o'zimni boshqalarga tanitish imkoniyatimga qanaqadir bir qadam bo'ldi deb hisoblayman. Chunki bu Gotlandga chiqishimni o'zimning Instagram sahifamga joylaganimda 4 milliondan ko'p ko'rildi. O'zim men qiladigan har bitta ishlarim, har bitta yutug'im ota-onamni xursand qilish uchun, yaqinlarimni men bilan bo'lgan faxrini oshirish uchun va ularning ko'zlarida quvonch ko'z yoshlarini ko'rish uchun. Ko'pchilik aytadi, bu sayyoraning odam emassiz deydi. O'zga sayyoralik deb bilishadi. Ota-onam har doim duo qilib turishadi va ular bu bo'ladigan yutuqlardan har doim xursand bo'lishadi, chunki qaysidir davraga kirar ekan. Men haqimda ketayotgan suhbatlar va men natijalarim orqali ularga bildiriladigan fikrlar ularga juda yoqadi va bu narsa ularga ham qanaqadir xursandchilik, faxr bag'ishlaydi. Orzu maqsadlarimning asosiy qismlaridan biri tasviriy san'at orqali insonlarni mehrini oshirish va mana shu ijodim orqali nafaqat o'zimni va undan tashqari O'zbekistonni ham butun dunyoga olib chiqish. Xuddi mana insonlar Louvre'ga Leonardo da Vincining Mona Lisa asarini ko'rgani borgani kabi, meni ham ijodimni ko'rishga butun dunyodan O'zbekistonga aynan odamlar kelishini xohlardim va shuning uchun ijod qilgan vaqtim. G'olib bo'lish eng muhimlaridan biri. Chunki atrofimdagi insonlarga nimadir berishni yaxshi ko'raman. Aynan yaqinlarim. Masalan, hozir qilayotgan natijalarim hammasi ham o'zim uchun emas, yaqinlarim uchun, masalan, ularni xursand bo'lishi uchun. Shohrux Suyunov.
Bugun meni tug'ilgan kunimmi? Shohrux,